Surxondaryo viloyati soliq boshqarmasi rahbariyati tomonidan davlatimiz rahbarining joriy yilda tadbirkorlik subyektlari bilan o'tkaziladigan 6-chi ochiq muloqoti oldidan shahar va tumanlarda xususiy sektor vakillari bilan uchrashuvlar tashkil etilmoqda. Ana shunday uchrashuvlardan biri Termiz shahri, Termiz va Angor tumanlarida faoliyat yuritib kelayotgan tadbirkorlar bilan bo'lib o'tdi. Hozir shu haqda. Tadbirkorlik subyektlarini qo'llab-quvvatlash faoliyatlari bilan bog'liq muammolarni o'rganish va biznes rivoji uchun zarur shart-sharoitlarni yaratish maqsadida Surxondaryo viloyati soliq boshqarmasi rahbariyati tomonidan xususiy sektor vakillari bilan bevosita muloqotlar o'tkazilmoqda. Termiz shahri va Termiz tumanida faoliyat yurituvchi tadbirkorlar bilan uchrashuvda xususiy sektor rivojining mamlakat iqtisodiyotidagi muhim o'rni, tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlash borasida amalga oshirilayotgan ishlar va berilayotgan soliq imtiyozlari to'g'risida so'z bordi. Shuningdek, prezidentimizning kichik biznes subyektlarini o'sishi uchun yanada qulay iqtisodiy va ma'muriy shart-sharoitlar yaratish to'g'risidagi hamda soliq organlari faoliyatini institutsional jihatdan takomillashtirish va soliq ma'muriyatchiligida zamonaviy yondashuvlarni joriy etish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmonlarga ko'ra berilayotgan imtiyoz va imkoniyatlar haqida atroflicha ma'lumot berildi. Ta'kidlanganidek, qo'shilgan qiymat solig'i ma'muriyatchiligi, umumiy ovqatlanish, savdo va xizmat ko'rsatish sohasidagi yengilliklar biznes vakillariga faoliyatlarni kengaytirish va yanada rivojlantirish imkonini bermoqda. Faoliyatimiz davomida 15% foyda solig'i va 12% qo'shilgan qiymat solig'ini to'lab kelayotgan edik. Yangi farmonga muvofiq qo'shilgan qiymat solig'ining hisoblash va to'lashning soddalashtirilgan tartibiga o'tsak, 6% li stavka qo'llaniladi. Shuningdek, foyda solig'i stavkasi 0% etib belgilanadi. Soliq hisobotini taqdim etish majburiyati bekor qilinadi. Bu esa korxonamiz faoliyatini yanada kengaytirish va rivojlantirishda juda katta imkoniyat beradi. Yakunda tadbirkorlarning soliq hisobotlari, onlayn nazorat kassa texnikalaridan foydalanish, soliq qarzdorligini debitorlardan undirish va qo'shilgan qiymat solig'i ma'muriyatchiligi bilan bog'liq taklif va muammolari tinglandi. Ayrimlari joyida hal etildi. Muddat va o'rganish talab qiladigan murojaatlar bo'yicha mas'ullarga tegishli topshiriqlar berilib, ijrosi nazoratga olindi. Davlatimiz rahbarining joriy yilda tadbirkorlar bilan o'tkaziladigan 6-chi ochiq muloqotiga puxta tayyorgarlik ko'rish, biznes vakillarining taklif hamda muammolarini o'rganish maqsadida viloyat soliq boshqarmasi rahbariyati tomonidan Angor tumanida xususiy biznes vakillari ishtirokida uchrashuv tashkil etildi. Mutlaqo yangicha formatda o'tkazilgan mazkur tadbirning asosiy maqsadi tadbirkorlar bilan ochiq muloqotni yo'lga qo'yish, ularning muammolarini joyida o'rganish va amaliy yechim topishdan iborat bo'ldi. Bugungi yig'ilishda Sherobod tumanidan ham tadbirkorlar qatnashdi. Ular ham o'zlariga qiziqtirgan savollarga javoblar olishdi. Shu menda ham bitta savollar bor edi. Bu savollarga javoblarni oldim. Bu soliq sohasida bo'layotgan o'zgarishlar, berilgan imtiyozlar, imkoniyatlar haqida to'xtalib o'tildi. Tadbirkorlar bilan bahamjihat ishlab, ularga shu yo'l yo'riq ko'rsatib, tadbirkorlikni yanada rivojlantirish uchun boshqarma boshliq o'rinbosari maslahatlarini berib, tadbirkorlikni yanada rivojlantirish uchun qo'llaridan kelgancha yordamlarini ayamayapti. Shu bilan birga ishtirokchilarga soliq qonunchiligiga oid so'nggi yangiliklar va o'zgarishlar haqida ma'lumot berildi. Jumladan, prezidentimizning joriy yil 26-may kunidagi farmoniga muvofiq 2026-yil 1-iyun sanasidan boshlab soliq solish tartibiga kiritilayotgan o'zgarish va yangiliklar, xususan qo'shilgan qiymat solig'i ma'murchiligidagi o'zgarishlar tushuntirib o'tildi. Umumiy ovqatlanish, savdo va xizmat ko'rsatish sohalarida qo'shilgan qiymat solig'ini hisoblashning soddalashtirilgan tartibi joriy etilishi ushbu sohalarni qo'llab-quvvatlashga qaratilgan muhim qadam sifatida qayd etildi. Uchrashuv doirasida tadbirkorlarning soliq sohasiga oid murojaatlari tinglandi. Bu muloqot davomida 10 nafar tadbirkor o'z muammo va takliflari bilan murojaat qildi. Ulardan bir qismi joyida hal etildi. Yechimi vaqt talab qiladigan masalalar bo'yicha esa aniq chora-tadbirlar belgilanib, ijrosi nazoratga olindi. Bunday uchrashuvlarning asosiy ahamiyati shundaki, tadbirkorlar nafaqat soliq qonunchiligidagi yangiliklardan xabardor bo'ladi, balki o'z muammolarini bevosita mas'ullar bilan muhokama qilib, amaliy yechim topish imkoniga ega bo'lishadi.